Bir go'zal daraxt tasavvur qilingda. Mana shu biz ko'zimizni olishga qiynalayotganimiz, ya'ni juda ham ko'rkam bo'lgan o'sha daraxt bizni ko'zimizga ko'rinmaydigan bir urug'dan unib chiqqan bo'lishi mumkin. Albatta mumkin. Kichkinagina bir tikonni tasavvur qiling. Endi u tikon bir sarkardani otini oyog'iga kirsa nima bo'ladi? Otni yurishi, harakatlanishi nima qiladi? Cheklanadi. Istaganidek yura olmaydi, istaganidek chopa olmaydi, o'zini rohatsiz his qiladi, boshqa. Ot o'zini normaldan yomonroq his qilar ekan, ot ustidagi sarkarda istagani harakatlarni qila oladimi? Istagani manzilga, istagani vaqtda yugurib, ya'ni otini choptirib yetib bora oladimi? Yo'q. Bir sarkardani harakatlari chegaralanar ekan, uni qo'shnini ham harakatlari nima bo'ladi? Chegaralanadi. Hech narsa o'zini vaqtida, kerakli vaqtida, o'rnida sodir bo'lmaydi. Kechikib sodir bo'ladi. Har narsa bo'lishi kerak bo'lgan vaqtdan kechiksa nima bo'ladi? Sarkarda yo'lga chiqqani bu urushni, jangni yutqizadi. Bu jangni yutqizilishiga nima sabab bo'ldi? Bu jangni yutqizilishiga o'sha otni oyog'iga kirgan kichkinagina tikon sabab bo'ldi. Endi savol. Biz ishlayotgan jamoada, biz yashayotgan oilada, jamiyatda o'sha tikon emasmizmi? Yonimizdagilarni yashashiga, hayot kechirishiga, ishlashiga, rivojlanishiga, boshqa, ya'ni o'sishiga biz to'sqinlik qilmayapmizmi o'sha tikon singari? Ya'ni bu katta bir jangda mag'lubiyatga uchrashimizga sabab bo'ladigan omil biz emasmizmi? Bu haqida o'ylab ko'rishimiz kerak. Yana savol beramiz. Biz kimmiz? Biz o'sha ko'zga ko'rinmaydigan